Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi videomiz ijtimoiy ish amaliyotida katta ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy tajribaga, Hull House, ya'ni Chicago faoliyati va u yerda shakllangan jamoa bilan ishlash metodlari hamda u tajribadan bugungi kunga olinadigan saboqlar mavzusiga bag'ishlanadi. Hull House nafaqat AQShdagi, balki butun dunyodagi ijtimoiy ish tarixiga o'z nomini oltin harflar bilan yozgan markaz bo'lib, u o'z vaqtida qashshoqlik, migratsiya, ijtimoiy tengsizlik, ayollar huquqlari, bolalar ta'limi kabi ko'plab muammolarni hal qilishga xizmat qilgan. Biz ushbu videoda Hull House qanday tashkil topgani, uning asoschilari Jen Adams va Ellen Starrning g'oyalari, jamoa bilan ishlashda qo'llaniladigan metodlar va eng muhimi, zamonaviy ijtimoiy ish uchun qanday saboqlar qoldirgani haqida batafsil gaplashamiz. Keling endi slaydlar orqali mavzuni chuqurroq ko'rib chiqamiz. Hull House 1889-yilda Illinois shtatidagi Chicagodagi Jen Adams va Ellen Starr tomonidan tashkil etilgan turar joy binolari bo'lgan. Bu Qo'shma Shtatlardagi birinchi turar joylardan biri edi. Dastlab Hull ismli bir oilaga tegishli bo'lgan uy Jen Adams va Ellen Starr tomonidan sotib olingan paytda u omborxona sifatida ishlatilgan. Hull House asosan quyidagi guruhlarga xizmat qilgan: yangi kelgan immigrantlar, italyanlar, irlandlar, germaniyaliklar, sharqiy yevropaliklar, kambag'al ishchilar, ayollar va bolalar, huquqiy himoyaga muhtoj shaxslar. Markaz atrofida jamiyat shakllanib, ko'plab odamlar Hull House orqali o'z hayotini yaxshilagan. Ishtirokchilik yondashuvi aholi muammolarini hal qilishda faol ishtirok etgan, mahalliy ehtiyojlarni o'rgangan, ya'ni tadqiqotlar, uyma-uy o'rganish, statistik tahlillar, ko'ngillilar bilan ishlash rejasi ham bo'lgan, jamiyatning faol a'zolarini jalb qilishgan, ta'lim, sog'liq, madaniyat va sportni bir markazga jamlash bo'lgan, klub va to'garaklar, seminarlar, majlislar, ya'ni jamoatchilik faolligini oshirishgan. Hull House'ning asosiy maqsadi qashshoqlikdagi, migratsiyada qiynalayotgan oilalar, ayollar va bolalarga yordam berish bo'lgan. Settlement House modeli asosida ishlagan. Hull House'ning ijtimoiy va siyosiy ta'siri haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'taman. Hull House nafaqat yordam markazi, balki ijtimoiy islohotlar markazi bo'lgan. Uning tashabbuslari orqali Chicagoda sanitariya tizimi yaxshilangan, ayollar uchun mehnat qonunlari ishlab chiqilgan, koloniyalashuvdan aziyat chekkan immigrantlar huquqlari himoya qilingan, Qo'shma Shtatlarda ijtimoiy ish mustaqil kasb sifatida shakllangan. Hull House tadqiqotchilari Chicagodagi qashshoqlik, sog'liq va mehnat sharoitlari bo'yicha birinchi ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirgan. Jen Adamsning roli juda ham baland va yuqori bo'lgan. Jen Adams Hull House orqali ayollar huquqlari, tinchlik, kambag'al qatlamlarni qo'llab-quvvatlash, bolalar mehnatini taqiqlash sohalarining yetakchi islohotchisi sifatida tanilgan. Uning ijtimoiy faoliyati sabab 1931-yilda Nobel tinchlik mukofotini olgan. Immigrantlar hayotining yaxshilanishida ham Hull House'ning o'rni beqiyosdir. Hull House Chicagodagi minglab immigrantlarga ingliz tilini o'rganish, uy-joy topish, huquqiy yordam, tibbiy xizmatlar, kasb-hunar o'rganish kabi xizmatlarni taqdim etgan. Natijada ular jamiyatga tezroq integratsiya bo'lgan. Hull House bolalar bog'chalari, yoshlar klublari, ayollar uchun ta'lim markazlari, ijtimoiy himoya xizmatlarini tashkil qilgan. Natijada ayollar iqtisodiy mustaqillikka erishgan, bolalar esa xavfsiz muhitga ega bo'lgan. Biz ijtimoiy soha xodimlari Hull House'dan bugungi kunda qanday saboqlar olishimiz mumkin? Xo'p, har qanday ijtimoiy muammo jamoa bilan birga yechiladi. Mahalliy ehtiyojlarni aniq bilmasdan turib, to'g'ri xizmat ko'rsatib bo'lmaydi. Ayollar va bolalarni qo'llab-quvvatlash jamiyat taraqqiyotining asosidir. Ijtimoiy ishchi nafaqat yordam beradi, balki jamiyatni o'qitadi, ruhlantiradi va birlashtiradi. Resurslar yetishmasa, ko'ngillilar va jamoani jalb qilish eng samarali yo'l. Hamkorlik natija beradi. Maktab, shifoxona, hukumat va jamoat birlashsa, muammolar tezroq hal bo'ladi. Odamlarni faollashtirish samarali. Yordam berish emas, balki odamlarni o'z muammosini o'zi hal qila oladigan darajada yetkazish muhim. Hull House modeli ijtimoiy ish tarixidagi eng muhim maktabdir.
Full House faoliyati bugungi kunda o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, undan olinadigan saboqlar juda muhimdir. Avvalo, jamoa ichida ishlash va odamlarning haqiqiy ehtiyojlarini o'rganish ijtimoiy yordamning asosiy mezoni ekanini anglab o'tamiz. Ta'lim, madaniy faoliyat va kasb-hunar o'rgatish orqali jamiyatni kuchaytirish eng samarali yo'llardan biri ekani Full House tajribasi orqali yaqqol ko'rinadi. Bundan tashqari, odamlarni faollashtirish, ya'ni ularga o'z muammolarini mustaqil hal qilish imkonini berish jamiyatning rivojlanishiga katta turtki bo'lishini tushunib yetamiz. Full House shuningdek turli xizmatlarni bir joyda ko'rsatish, madaniy xilma-xillikni hurmat qilish, hamkorlikda ishlash va jamoa huquqlarini himoya qilish kabi tamoyillari bugungi kunda ham dolzarbdir. Bu saboqlar orqali har qanday jamiyatning rivoji faqat yordamda emas, balki birlik, faollik, ta'lim va hamkorlikda ekanini xulosa qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. O'qib va izlanishda davom etamiz.